Assalomu alaykum. Bemorimiz Qoraqalpog'istondan. Bemorimizda L3, L4 sohasida katta sekvestrlangan diz shurasi bor. Mana hozir diz shurani olib tashladik. Bu bilan ancha davolangan. Kattaligini ko'ryapsizmi? Shu darajada chiqib ketgan. Niyati qisib qolgan. Bemorda chap oyog'ida uyushishlar paydo bo'lgan. Yurishlari qiyin. Bugun bemorimizni olib tashlab, xudo xolasa ertaga turg'izib yurgizamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Kattaligini qarang. Chayonda chiqdi. Sekvestrlangan diz shura, tarafda esa juda katta diz shura. Hozir mana diz shurani chiqishlarini ko'rasiz. Kirujani. Mana shu darajada kiruja chiqdi. L3, L4 sohasida. Bemorimizda L3, L4 sohasida katta sekvestrlangan diz shurasi mavjud. Bugun biportal usul bo'yicha olib tashladik. Ya'ni kesmasdan ikkita teshik bilan to'liq tozalab olib tashladik. Qarasangiz kanal to'liq egallab olgan. Juda katta. Xudo xolasa bemorimizni ertaga turg'izib yurgizamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.